Sen ham borgin, o'rtoq. Mayli, kelib turgan. Ering. Ha, yarim. Menga qara, o'rtoq. Ering nima yurmaydi, ha? Yo'q, yurmaydilar. Ko'rinib turibdi. Mana erimga qaragin. Shu yilda o'zida 4 xil ayol bilan ushlab oldim. Oh my god. O'rtoqlarimizni qara. Hammasini eri yuradi. Sani eringga o'xshab laylayib qolmagan. Shuni aytgan. Sizlarga havosim keladi. Voy, havosing kelsa aytgan, yursin. To'g'ri aytasan. Ha, Yetib bitta ko'raychi. mayli, o'rtoq. Mayli, xo'p. Ketdim. Yetib qolsam. Dasi o'tiribsizmi telefoningizni o'ynab? Ha, o'rtog'ing ketdimi? Ketdi. Adasi, siz ham bundoq bir yursangiz bo'lmaydimi? Erkaklarga o'xshab. Chalvilaring yuravermasdan. Odam kim bilan yuraman? Ayollar bilan. Shu to'g'ri ishga borasiz, kelasiz. Yana video ham qilib qo'yasiz. Choyxonaga borasiz, to'g'ri kelasiz. Siz ham bundoq bir ayollar bilan gaplashing, yuring. Doim gapga borsam, o'rtoqlarim maqtanishadi. Voy, erim palonchi bilan yurdi, pistonchi bilan yurdi, urushdim, janjal qildim, maza qildim. Men bechora indamay o'tiraman. Bir maqtana olmayman, erim palonchi bilan yuribdi deb. Seni xafa qilib qo'ygim kelmaydi. Voy, siz yursangiz men xursand bo'lardim. Agar kimdir sizga qarab gapirsa. Ruxsat berasanmi? Ha? Rahmat. Chaylan, bir qoqib yursangiz bo'lmaydimi erkak bo'lib? Lekin zo'r syurpriz bo'ldi, bor. Ha. Sasi bilan xursand qoling. Alo, voy Sonечка moyo. Natasha, привет. Xotinim bo'ldi, ruxsat berdi. O'zi разрешал, да? Давай с тобой встречим. Да, он разрешал уже. Ha? Sen hozir qayerdasan? Men ketyapman hozir. Rahmat. Syurpriz. Yurma, deb yurma. Men shoxida yursam, bo'la bargida yurgan ekan u. Qattiqroq ruxsat berdimi?